Xotinam raddomda, pulam qolmadi. Bir og'aylar ichida bir marti bo'lsa deb, qo'yaringga qo'ymay bir kafega olib borib mehmon qilsa. Shuhrat, qalaysan o'rtoq, yaxshimisan? Toshmat, qalaysan? Eshigimga qaraganda mashina olsam, rostmi shu gap? Bir eski Donald Jiguli oldim. Maro bo'lsin, tegida shamol o'ttirsin. Erinmaysanmi navodo? Qaqqa yedingman, bir kun haydamasdan bir BYD'ning orqasidan yetib oldim. Mayli, urib olganingga erinmaysanmi navodo? Bore. Iye. Fatangdan o'chirib qo'ydim. Asad. Toshmat, qalaysan? Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat bo'ladi o'rtoq. Nima gapli? Shu taniqni eshiging tegida o'tib kelsam, qo'ylaring ko'payib qopti, qo'yib keldingmi deyman yana bozordan. Yo'q, olib kelmadim, o'zimni qo'ylarim ko'payib qopti. Qo'ylaring to'g'dimi? Ko'payib qopti, barakasini bersin. Rahmat. Navodo, qo'ylaring ko'payib qopti, bir erinmaysanmi? Qo'y eringman o'rtoq, o'zi shu 15 ta qo'yga zo'rg'a pul yetkazolman. Mayli, shu yemini zo'rg'a yetkazsan, odamlar shu qo'ygan zo'r. Sen qara, yemini zo'rg'a yetkazib, amallab boqib ko'paytirib yotibsan. Shunga erinmaysanmi? Bore. Yomon qo'ydimmi? Pas. Rahmatjon, yaxshimisan do'stim? Qalaysan, nima gapli? Toshmat, qalaysan? Anu to'g'ri jo'ja ochganmishmi? Ko'payib qopti. Buni bir chaqirib borsang yo'q ekansan. Qo'ling to'la jo'ja, xo'roz, to'q. O'zidan ko'payib ketdi. Yaxshi, barakasini. 7 xazinani biri deydi-yu. To'g'ri gap. Och ko'payib ketganiga navoda erinmaysanmi? O'rtoq, hozir eriydigan holda emasman. Endi bunaqa past bo'lmalaring. O'sha ko'rganingda ko'zing tekkanmi, rosa mushuklar qanchasini yeb ketdi. Xo'p, nima bo'pti? Qanchasi mushuk yeb ketgan bo'lsa? O'sha mushuk yeb ketganiga navoda erinmaysanmi? Yo'q. Bolalardan ham bir foyda yo'q. Hammasi bir ziqna, bir past bo'lib ketgan. Mana kim bor, bir sigaret tuqqan, mushuk tuqqanlardan bormi ekan? Chaqmoqda. Alo, eshitaman, kim bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Eshmatov Toshmatmisiz? Men Eshmat Toshmat. Sizni tabriklayman. Siz o'g'illi bo'ldingiz. Yo'q. Men ratumdan shifokorman. O'g'il bo'ptimi? Navoda erinmaysizmi? O'g'il tug'ibdi-yu. Voy, ajoyib ekansiz. Nimaga men yeriyman? Axir siz farzandli bo'ldingiz. To'g'ri, mayli. Men qarang, hech kimga yetib qo'ymadingizmi? Hech kimga aytganim yo'q. Hech kimga yetib yurmenda. Hozir shunaqa odamlar ko'payib ketgan, shu og'aylarim ichida ham ko'pda. Shu nima qilsangiz, shu yaxshi yeb qo'ysangiz ham, och qolsangiz ham erinmaysanmi? Bitta narsani sabab qoladi, bir shira ular bor, shira. Iloji bo'lsa hech kimga yetmay, lekin bildirmasdan katta qolaman o'zim. Mayli. Xo'p, hozir o'taman, rahmat.